bitta molda do'stlar, 100 ta qo'ydi, undan tashqari bitta shilaka bo'lak, bir paqir shebenda, bitta suvni do'stlar chiqarib yuboradigan do'stlar, vodiy polvoniga yetib kelganmiz. Qo'qmasdan shilaka bo'lsa, otvoraveradi, tashavoradi. Hech narsa qilmas ekan. Mana do'stlar, xomg'ish bo'ladi, uy ko'taradigan. Buni ham tashavorasiz. Ishlariga javobli ishyapti. Mana sheben bo'ladi. Do'stlar, yomon narsa bo'lsa tavsiya qilamiz. Tashavorga cho'chimay, hech narsa qilmaydi. Baquvvat bo'lmaganda biz sinab bermasdik do'stlar. Sizlarga borib, bunaqa eganda o'xshatib qo'yardik. Oxirida og'zini chayqab qo'yarasizlar. Narxi vo'sha kapga kelgan, qaranglar. 2 million 300 ming so'm O'zbekistonda kartasiga kirib bo'lsangiz bo'ldi. Kompleksda do'stlar 34 talik kishi bo'ladi. Mana bu germanskiy bo'largan do'stlar 3 stelani qaninidan bo'largan. Mana bu mashinani mahaviy bo'largan. Endi buni qarang. Mana 3 ta tish bo'ladi. Mana unda somon maydalaysiz, mana unda yorma qilasiz, bunda kepay qilasiz. Tegirmon hech narsa olib bormaysiz do'stlar. Baquvvatligiga e'tibor berasizlar. Ko'rib turibsizlar. Mana tishlarni malatga o'ylarigacha qilib peshgan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xolosalaring alyumin motor, xolosalaring mis motor yetkazib berishaveradi. Ob'yomni ko'rsatib qo'ying. Voqani hamma tochkasida, vodiyning hamma tochkasida drabilgalari bor. Aloqaga chiqing, ajdaniya yo'q, 2 million 300 mingdan bemalol olaverasiz.